Salom qizlar, bugungi videomizda объемный игрушкаlar yopishtirishni o'rganamiz. Ya'ni hajmli, katta o'yinchoqlar, toshlar yopishtirishni o'rganamiz. Kommentariyamda qizlar yozgan ekan, toshlar strazu yopishtirishni o'rgating deb, mana bugungi videomizda ularni ham ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, birinchi eski materialim bor edi. O'sha eski materialni yechib olganman. Bu yechishi har doimgidek snyatiyani hamma bilgandek ko'rib turganingizdek yechibman. Hozir ishlatayotganim mana bunaqa yo'lka degan freza. Mana bunaqa yashil chiziqli, ya'ni yashil nasechkali freza ishlataman men. Qizil juda ham yumshoq men uchun. Ko'k ham normalniy, yashil sal qattiqroq, lekin mana bunaqa uzun tirnoqlar bilan ishlayotganda yaxshi. Ko'k chiziqliga. Sizlar qanaqa chiziqli freza ishlatasizlar? Masalan, men qizil umuman ishlata olmayman. Ko'k liba yashil hamma frezalari. Hozir объемный игрушкаlar yopishtirish uchun, ya'ni hajmli игрушкаlar yopishtirish uchun unga kalta tirnoq bo'lmaydi. Qancha игрушкangiz katta bo'lsa, shuncha tirnog'i uzun bo'lishi kerak. Shuning uchun men hozir o'zimning tirnog'imni olib tashlayapman. Chunki narashivание qilib katta hajmli o'yinchoqlar yopishtirmoqchi bo'lganim uchun. Verxniy formada narashka qilishni ham birato'la o'rganib ketamiz. Ko'rib turganingizdek, manikyur protsessi ketyapti. Ustini pilkalab oldim. Freza bilan kuchuqlarni tozalab olaman, kuchuqlarning tagini. Men piteregilarimizni hammasini tozalab olaman. Bir xil kommentariyada yozishibdi, manikyur protsessingizni ko'proq qo'ying, hamma qilgan manikyurlaringizni qo'yavering deb yozishibdi. Mana manikyur qilayotganimni 0 dan boshlab hammasini qo'yib boryapman. Qanaqa frezada tozalanayotganini, qanaqa yechganimni hamma joyini qoldirmasdan hamma protsessni qo'yib boryapman. Men bu plamyani qizil nasechkaligini ishlatdim. Buni ko'k nasechkaligini ham ishlatsanglar bo'ladi. Chunki bu teri bilan ishlayotganda frezamiz yumshoq bo'lishi kerak. Tirnoq bilan ishlayotganda bo'laveradi, lekin teri bilan ishlayotganda iloji boricha yumshoqroq bo'lishi kerak. Ko'rib turganingizdek, birinchi bir tarafga qilib oldim, keyin apparatni o'girib, keyin ikkinchi tarafini tozalashni boshladim. Birato'la sal tepaga ham ko'tarib olaman va hozir qilayotganim apparatniy manikyur. Kombinirованный qilmayapman. Сразу apparatda ko'rib turganingizdek frezada birato'la kuchuqlarni olib tashlayapman. Buning uchun men bunaqa bachok degan freza ishlatyapman. Bu ham qizil, ham ko'k nasechkali ko'rib turganingizdek. Bu degani qizildan sal qattiqroq, ko'kdan sal yumshoqroq degani. O'rtasidagi. Va bu bachok bilan mana bunaqa chetdagi qattiq terlarni ham tozalab olsa bo'ladi, ko'rib turganingizdek. Shunaqa qilib, shunaqa ko'rinishda hamma tirnoqlarimizdan manikyur qilib chiqamiz. Mana ko'rib turganingizdek, apparatda frezada qanaqa kuchuqlar olishni ko'ryapsizlar. Bu uncha qiyin emas. Lekin apparatni pedikyur hamma qo'llarga ham to'g'ri kelavermaydi. Juda ham влажный, nam qo'llarga to'g'ri kelmaydi. Mana apparatni manikyurimiz ko'rib turibsizlar. Qanaqa ko'rinishda bo'lishini, hech qayerda kesib olmagan, boshqa qilmagan ko'rinishda bo'ladi. Mana o'zimizga forma tanlab olamiz, to'g'ri keladigan razmerda. Ikki chetidan to'liq yopib turgan bo'lishi kerak. Narashivание formamiz. Ikki chetini to'liq yopgan. Hamma tirnoqga birato'la forma tanlab ola qolamiz. Mana. Va gelimizni qo'yishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib ikki chetiga qilib olamiz, keyin ichini gel bilan to'ldirishni boshlaymiz.
Ko'rib turganingizdek, oxirida kelganda ozgina gel qoldirsanglar bo'ldi. Ko'p gel qilish shart emas oxirida. Ya'ni kutikula zonasiga ko'p gel qilish shart emas. Bo'lmasa kutikula tagiga oqib ketadi. Mana ko'rib turganingizdek, bittasini qilib oldinglar, lampada quritib olamiz, keyin ikkinchisiga o'tamiz. Bo'lmasam forma qimirlab ketishi mumkin. Formani qo'ydinglarmi, sразу lampaga qo'yib quritamiz. Mana qattiq bosmasdan lampaga qo'yib quritib oldim. Agar mana ichki tarafidan aniq bo'lsa, tozalab yuborsanglar bo'ladi, qo'ygan zahotinglar lampaga qo'ymasdan. Hozir bu videoda hamma momentini ko'rsatmaganman. Chunki bu momentlar onlayn kursimda bor. Masalan, qanaqa lampa ishlatayotganimni, настольный lampa degani bor, verxniy formada ishlayotganda ancha osonroq bo'lishi uchun mana bunaqa kichkina lampalar ishlatsanglar bo'ladi. Chunki mana bunaqa verxniy forma qo'yib, uni katta lampaga olib borguncha qimirlab ketishi mumkin yoki ichi tarafdan oqib ketishi mumkin. Shuning uchun bunaqa kichkina настольный lampa ishlatsanglar bo'ladi. O'shanda mana bunaqa tegi oqib ketib, tegi xunuk bo'lib qolib yoki tegi ko'tarilib qolib qiynamaydi sizlarni. Keyin oqib ketgan joylari bo'lsa, shotaki mana bunaqa uchli frezamizda tozalab yuborsanglar bo'ladi. Lipki sloyini olgandan keyin, ya'ni spirtni artib olgandan keyin mana shunaqa chetlarini tozalab yuborib va o'zimizga kerak forma bersak bo'ladi. O'zi formasi itakda yaxshi bo'ladi, faqat chetlaridan sal-sal to'g'rilab yuborsanglar bo'ldi. Mana ko'rib turganingizdek, minimalniy apil, ya'ni kam-kamgina apil qilyapmiz. Faqat chetlarini to'g'irlayapmiz. Ustki qismiga o'tmayapmiz почти. Tagiga mana bunaqa oqib ketgan bo'lsa, shotagi ozgina mana bunaqa uchli yo'lochka frezamizda mana bunaqa tozalab yuborsak bo'ladi. Va spirtda artganimizdan keyin mana tepa qismiga gel yetmay qolgan bo'lishi aniq. O'shani to'ldirish maqsadida mana bunaqa ozgina gel quyib lampada quritib olsak bo'ladi. Undan keyin qilayotgan ishim bu french chizish. Menga mana bunaqa qalin frenchlar yoqadi. Shuning uchun hozir qalingina french chizib olyapman. O'zi tirnoq qancha uzun bo'lgan sari french shuncha qalin bo'ladi. Prям bunchalik emas. Barib qalinroq bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, french chizish jarayonimni ham. Bunaqa qalin french chizish ham qiyin, ya'ni oqqa ravnomerni hamma joyda bir xil ko'rinishda surish ham ancha qiyin bo'ladi. Chunki bir xil joylarda lakam bo'lib qolib, mana bunaqa g'adir-budir bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha oq rangimizni bir tekis surishga harakat qilamiz. Mana bo'lmasa tekis bo'lmay qolsa, kichkina kistechka bilan to'g'rilab yuborsanglar bo'ladi. Объемный игрушкаlar yopishtirishdan oldin manikyurimizni to'liq tugatishimiz kerak. Ya'ni ustidan to'p surib lampada quritib olishimiz kerak. Biz keyin to'pi ustidan igrushkalar yoki straziklar yopishtirishni boshlaymiz. Ko'ryapsizlar, videoda ko'rib turganingizdek, to'p surib, ozgina to'pdan выравнивание qilib olsanglar bo'ladi. Agar usti manikyuringlar usti notekis bo'ladigan bo'lsa, to'pda ham ozgina to'g'rilab yuborsanglar bo'ladi. To'p surib, lampada quritib manikyurimni tugatib olyapman. Va o'shandan keyin to'pimizni lampaga qo'yib quritib manikyurimizni tugatib olganimizdan keyin eng qizig'i boshlanadi. Chunki mana shu объемный игрушkalarimiz yopishtirish boshlanadi. Falgaga oddiy baza tomizib olib, unga mana bunaqa akriloviy pudra yopishtirdik. Bu tipi akrigel yasab oldik. Yoki siz sразу tayyor akrigel olsanglar ham bo'laveradi. Mana shunaqa akrigel mana bunaqa aralashmamizga bazali akriloviy pudrali aralashmamizni bunda tochka qo'yib olamiz, tomchi qo'yib olamiz va mana bunaqa объемный игрушkalarimizni qo'yamiz, lampaga qo'yamiz, bo'ldi, tayyor bo'ldi, yopishdi. Undan keyingi qiladigan ishimiz mana bunaqa toshchalar, straziklar yopishtirib ko'rsatmoqchiman. Siz bularni ham xuddi shunaqa aralashmada yopishtirsanglar bo'ladi. Yoki bularni oddiy bazaga yopishtirsanglar ham bo'laveradi. Straziklar, toshchalar ancha kichkina bo'lgani uchun
ular bemalol baza ham ushlab turaveradi ularni. Даже to'p ham ushlab turaveradi ularni. To'pga yopishtirsa ham manda bir oy turib beraveradi bemalol. Bir xil bazaga yopishtiradi, bir xil to'pga yopishtiradi. Siz bemalol xohlagan narsangizga yopishtirishingiz bo'ladi, kichkina narsalarni. Mana katta igrushka yopishtiradigan bo'lsangiz, katta o'yinchoq yopishtiradigan bo'lsangiz, iloji boricha qattiqroq material olishingiz kerak. Kichkina narsalarga yumshoq material bo'laveradi. Hozir men bunaqa kompozitsiya yaratyapman. Sizlar o'zingiz xohlaganingizcha qo'yishinglar mumkin. Masalan, toshlarni oldiga bunday dumaloq bulyonkalar deyiladi, dumaloq bo'ladi ular. Temir rangli shunaqalarni qo'shib, bunaqa o'zingizlar xohlagandek kompozitsiya yaratsanglar bo'laveradi. Igrushkalarni ham xohlaganingizcha yopishtirsanglar bo'ladi. Men hozir faqat bantikli variantini yopishtirdim. Buni har xilligi bor, temirligi bor, metallichskiy effektligi bor. Zanjirlar bor, buni kattaligi, hajmi, kattalari bor, kichkinalari bor. Bir xil ayiqchalar yopishtirib oladi, gulchalar yopishtirib oladi, labubu yopishtirib oladi. Hello Kitty yopishtirib oladi. Ular katta, kichkina bo'ladi. Siz xohlagan narsangizni yopishtirsangiz bo'ladi. Bir xil даже piercing qiladi. Toshlarimizni yopishtirgandan keyin chetlaridan yuqa kistechka bilan to'p surib chiqsanglar bo'ladi, ochiq qolgan joylaridan. Igrushkamizni ham teg qismining chetlaridan yuqa to'p bilan surib chiqsanglar bo'ladi, ajrab qolmasligi uchun. Va ichki tarafidan to'p sursanglar bo'ladi. Mana bizning объемный igrushkalarimizni yopishtirganimiz tayyor bo'ldi. Toshchalar, strajiklar yopishtirdik. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kommentariy yozish esingizdan chiqmasin. Bu meni kanalim rivojlanishiga yordam beradi. Va agar manikür qilishni noldan professional mastergacha o'rganmoqchi bo'lsanglar, meni onlayn kursim bor. Onlayn kursda bemalol noldan ham professional mastergacha hamma narsani o'rganishingiz mumkin. Oxirida sertifikat ham beriladi. Agar to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, Telegram kanalga yozinglar.